Aziz bir necha kundan beri uyida g'alati narsalar bo'layotganini sezdi. Kechasi esa Tom ichidan qattiq shivqin kelayotgani uni bezovta qildi. Avvaliga eshitganini tush ko'rish yoki xayol deb o'yladi. Ammo tovush har kecha aniqroq, yaqinroq bo'lib borardi. Bir kecha u qaror qildi. Tomga chiqadi va nima ekanini o'zi ko'radi. Sham yoqdi. Tom bo'sh edi. Hech kim, hech narsa yo'q. Faqat tovush. Sekin, pastdan yuqoriga. Sanki biror narsa Tomning taxtalarini tirnayapti yoki biror maxluq iz qoldiryapti. Aziz qadamlarini past ushlab to'xtadi. Shu zahoti Tomning chetida siljigan soyani ko'rdi. Soyaning shakli odatiy emas, uzun, egilgan, insonga o'xshash lekin noto'g'ri. U Tomga qarashda qotib qoldi. Maxluq asta-sekin unga tomon siljidi. Unga qarashga jur'ati yo'q edi, faqat yuragi tez urardi. Maxluqning yuzi qorong'ilikda yo'qolgan, faqat og'zi ochilib yopilayotganini ko'rdi. Shu zahoti bir achchiq, sovuq nafas uning qulog'iga yetdi. U qattiq titradi. Maxluqning qo'llari uzun, tirnalgan, tirnoqlari esa yog'ochni so'rayotgandek qichqirardi. Aziz birinchi marta qo'rqishdan qadam tashlay olmadi. Maxluq asta-sekin yaqinlashar ekan, Tom ustidagi taxtalar chayqala boshladi. U yuragini jamlab, eng kuchli qadamini tashladi va pastga sakradi. Shu zahoti maxluq shiddat bilan Tomdan pastga egilib, uni quvishga tushdi. Aziz eshikni qulfladi, yotqizildi, ammo yuragi tinchlanmadi. Har bir shovqin, har bir Tomning shivqini uni uyg'otardi. Keyingi kechalar Aziz uyini tark etdi. Qo'shni uylar, odamlar, hamma tinch. Lekin u qayerga bormasin, Tomning qattiq shivqini eshitaveradi. Chunki maxluq uni endi kuzatib qo'ygan edi. Va u hech qachon yolg'iz bo'lmaydi.